Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga kelganmiz. Kelishimiz boisi mana shu o'rtada turgan gigant razmerdagi darvozani dastlabki ustunovka qilib berdi yurtdoshlar. Qisqacha tanishtirib qo'yaman. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki ustunovkalar bor. Yaqinroq keling, aka. Tagiga 10 shimlar qilib berganmiz. Xudo xolasa moshni sement qilib qo'yishadi. Xo'p. Yondorlar 10 ga 1 pul bo'lgan, stengasi 2,5 lik holatda bo'lgan. Do'stlar, listlari 1.8 qalinlikdan 2 qavatli variantda bo'lgan, shumizolyatsiya qilingan darvozamizning. Mana bu joy glянцевый holatda bo'lgan qora qismi. Xo'p, listlarga to'xtaldik, kraskasiga to'xtaldik. Zamoga ham to'xtalib qo'yamiz, yaqinroq kelib. Zamoga ham stimul firmaning zamogi. Xudo xolasa ochilishlari ham original holatda. O'zi darvozani shunday kalitkasini ochib olganingizda qanaqa darvozani ochib olganingiz bilinadi. Xudo xolasa sifati ham original. Darvozamiz ideal holatda chiqdi. Egalariga ham buyurib nasib qilsin. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Lutfiy aka, sizga anaqa bir ishonchli, stapischilarga bir ikki og'iz tavsiyangiz berib qo'ying aka. Aka, siz keling. Xonadonimiz egalari bilan bir ikki og'iz suhbatlarni olib qo'yamiz. Biz haqimizda bir zakaz berdilar, mana keldik, kutib oldilar, o'rnatdik. Aka, assalomu alaykum. Biz yurtdoshlarga nima deysiz aka? Nima tavsiya berasiz? Biz haqimizda mana ijtimoiy tarmoqdan orqali chaqirdingiz, keldik, dastlabki ustunovka tavsiyamiz berdik, darvozani qilib o'rnatdik, buyurtmani berdingiz. Nima deysiz podpischilarga aka? Sizlarga nima deymiz, aloqaga chiqinglar mana shakaga, mana ko'ngildek qilib berishdi, xudo xolasa. Zo'r. Aka, ishimizdan mamnunmisiz? Biz tomonlama biron bir pretenziya yo'qmi aka? Xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar aka. Bergan pulingizga rozi bo'ling, bizning mehnatimizga rozi bo'ling aka. Xudo xolasa yaxshilik kunlarga, to'ylarga xizmat qilsin. Aloqaga chiqinglar, ishlarni bitkazamiz do'stlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.